Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga, ayniqsa qadrdon nafaqaxo'rlarimizga juda muhim, shoshilinch xabar bilan murojaat qilmoqdaman. Bu ma'lumot har biringizga taalluqli bo'lib, nafaqalaringizni olish tartibida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar va ularga nisbatan qanday yo'l tutish kerakligi haqida. Ushbu video oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi mavzu sizning moddiy ta'minotingizga bevosita bog'liq. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, shunda bu muhim ma'lumot ko'proq insonlarga yetib boradi. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda qadrli. Muammoning mohiyati, vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari nafaqa olish tartibi nisbatan sodda va an'anaviy edi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz nafaqalarni pochta orqali uylariga yetkazib berish xizmati orqali olishgan. Ba'zilari esa bank kassalaridan shaxsan borib yechib olishardi. Karta tizimi ham mavjud bo'lsa-da, u hammaga majburiy emas edi va ko'pchilik uchun an'anaviy usullar qulayroq hisoblanardi. Bu tizim o'zining qulayliklariga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklarga ham ega edi. Masalan, pochta orqali nafaqa yetkazib berishda ba'zan kechikishlar yuzaga kelishi, bank kassalarida navbatlar hosil bo'lishi yoki naqd pulni saqlash bilan bog'liq xavfsizlik masalalari. Hozirgi kunda esa mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari faol olib borilmoqda. Davlatimiz nafaqa to'lash tizimini yanada shaffof, tezkor va qulay qilish maqsadida bir qator rasmiy o'zgarishlarni amalga oshirdi. Endilikda pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan rasmiy xabarlarga ko'ra, nafaqa to'lashda zamonaviy to'lov kartalaridan foydalanish ustuvor yo'nalishga aylanmoqda. Bu shuni anglatadiki, nafaqa olish tartibi jiddiy o'zgarishlarga duch keldi va bu o'zgarishlar ko'pchilik nafaqaxo'rlardan ma'lum bir harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Eng muhimi, bu yangi tizimga o'tish ba'zi hollarda majburiy tus olishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqa to'lov usulini, balki ma'lumotlarni qayta ishlash, shaxsiy hisob varaqlari holatini kuzatish va hatto ba'zi holatlarda nafaqani qayta hisoblash jarayonlarini ham qamrab oladi. Maqsad byurokratik to'siqlarni kamaytirish, navbatlarni bartaraf etish va pul mablag'larining xavfsizligini oshirish. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shuki, davlatimiz tomonidan pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish bo'yicha yangi rasmiy qarorlar qabul qilingan. Bu qarorlar asosan nafaqa to'lovlarini raqamlashtirish va bank kartalari orqali amalga oshirishga qaratilgan. Kim xavotirlanishi kerak? 1. Hali ham nafaqasini naqd pulda pochta orqali oladiganlar. Agar siz hanuzgacha har oyda pochta xodimi eshigingizga kelishini kutayotgan bo'lsangiz yoki bank kassasiga borib navbatda turib naqd pul olayotgan bo'lsangiz, demak bu ma'lumot aynan siz uchun. Yaqin kelajakda bu turdagi to'lov usullari asta-sekin bekor qilinishi yoki sezilarli darajada cheklanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz yangi tizimga o'tishingiz shart bo'ladi. Agar o'tmasangiz, nafaqa olishda muammolarga duch kelishingiz yoki hatto uning to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, Farg'ona viloyatida yashovchi 75 yoshli Muxira aya yaqinda pochtachi endi unga nafaqa olib kelmasligini, bank kartasiga o'tishi kerakligini aytganida biroz xavotirga tushdi. Axir u umri davomida naqd pulda olib kelgan. U bank kartasidan qanday foydalanishni bilmasdi, hatto kartani qayerdan olishni ham bilmasdi. Mana shu kabi holatlar yuzaga kelmasligi uchun bugungi ma'lumotni diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. 2 eski turdagi bank kartalaridan foydalanuvchilar. Ba'zi nafaqaxo'rlarimizda, masalan, faqatgina bankomatdan pul yechishga mo'ljallangan eski turdagi Uzgard yoki boshqa bank kartalari bo'lishi mumkin. Yangi tizim esa ko'pincha Humo yoki modernizatsiya qilingan Uzgard tizimlariga o'tishni, mobil ilovalar orqali hisob varag'ingizni boshqarish imkoniyatini taqdim etuvchi kartalarni nazarda tutadi. Agar sizning kartangiz bunday funksiyalarni qo'llab-quvvatlamasa, sizga yangi turdagi kartaga o'tish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda bu majburiy bo'lishi ham mumkin. Misol uchun, toshkentlik 58 yoshli Ahmad aka Uzgard kartasiga nafaqa olardi. Biroq u kartasini internet to'lovlariga ulamagan, mobil bankingdan foydalanmasdi. Yangi tizimda esa u ba'zi xizmatlar uchun to'lovlarni, masalan, kommunal to'lovlarni bevosita mobil ilova orqali amalga oshirishi mumkinligi tufayli unga yangi turdagi karta taklif qilindi. 3. Yangi nafaqaga chiqqanlar yoki nafaqasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar. Agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz yoki mehnat stajingizdagi o'zgarishlar tufayli nafaqangizni
qayta hisoblashni rejalashtirgan bo'lsangiz, siz yangi tartibga ko'ra darhol bank kartasi ochishingiz va uning hisob varag'ini pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu holda sizga eski to'lov usullari taklif etilmaydi. 4. Chekka hududlarda yashovchi va doimiy yashash joyida ro'yxatdan o'tmaganlar. Ba'zi holatlarda, ayniqsa chekka qishloqlarda aholining doimiy ro'yxatdan o'tmasdan yashash holatlari kuzatiladi. Nafaqani rasmiylashtirish yoki davom ettirishda bu muammoga olib kelishi mumkin. Chunki yangi tizimda shaxsni aniqlash va manzilli xizmat ko'rsatishga katta e'tibor berilmoqda. Kim xavotirlanishi shart emas. 1. Nafaqasini allaqachon bank kartasiga olayotganlar. Agar siz nafaqangizni Humo, Uzcat yoki boshqa bank kartalariga muntazam ravishda olib kelayotgan bo'lsangiz va bu kartalar orqali mobil banking xizmatlaridan foydalana olsangiz, sizga hozircha qo'shimcha harakat qilish shart emas. Siz yangi tizimga allaqachon integratsiyalashgan hisoblanasiz. Biroq kartangizning amal qilish muddati shaxsiy ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri aks etish kabi masalalarni vaqti bilan tekshirib turish tavsiya etiladi. Masalan, Samarqandlik 72 yoshli Xoliq bobo anchadan beri o'g'lining yordamida Uzcat kartasiga nafaqa oladi va to'lovlarni ham mobil ilova orqali amalga oshiradi. Uning uchun hech qanday o'zgarish sezilmaydi. Faqatgina bankomatdan pul yetish tartibi o'zgarmaydi. 2. Vasiylik yoki homiylikda bo'lgan shaxslarning nafaqalari og'ir kasalligi yoki nogironligi tufayli o'z-o'ziga xizmat qila olmaydigan. Vasiy yoki homiy tomonidan nafaqa oluvchi shaxslar uchun to'lov tartibi alohida qoida asosida saqlanib qolishi mumkin. Biroq vasiy yoki homiyning o'zi ham yangi tartibga ko'ra tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishi talab etiladi. Bu holatda ham rasmiy bank kartasidan foydalanishga o'tish afzal ko'riladi. Nafaqani o'ziga tegishli bank hisob varag'iga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib berishni rasmiylashtirganlar. Ba'zi nafaqaxo'rlarimiz mablag'larni kartaga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy bank hisob varag'iga o'tkazishni tanlagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham agar hisob varaq faol bo'lsa va bank tomonidan xizmat ko'rsatilsa, qo'shimcha harakatlar talab etilmasligi mumkin. Biroq bu to'lov usuli keyinchalik kartalar orqali to'lovga o'tkazilishi ehtimolini ham inobatga olish zarur. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qalshaqlarlar, noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi. Bu yangi tartibda ham o'zining istisnolari, qaltis jihatlari va noaniq nuanslari mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan xalos qiladi. 1. Istisnolar va alohida holatlar. Yoshi ulug', kasalmand va yotoq ahvoldagi nafaqaxo'rlar. Ba'zi hududlarda, ayniqsa qishloq joylarda, yoshi juda ulug', jismoniy imkoniyati cheklangan, doimiy yotoq ahvolida bo'lgan yoki nogironligi tufayli bankka bora olmaydigan nafaqaxo'rlar uchun eski to'lov usullari. Pochta orqali yoki bank xodimi tomonidan uyga yetkazib berish muayyan muddatga saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu har bir holatda individual ko'rib chiqiladi va bu haqda pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish zarur. Ular sizning ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli qaror qabul qilishadi. Masalan, Buxoro viloyatining Olot tumanidan 8 yoshli Xadicha buvi yashaydi. U juda kasalmand, o'zi yurib qodir emas. Uning yaqinlari pensiya jamg'armasiga murojaat qilganlarda unga pochta xizmati orqali uyga yetkazib berish vaqtincha saqlanib qolishiga ruxsat berildi. Lekin yaqin kelajakda oila a'zolaridan biriga vasiylik rasmiylashtirib, uning nomiga karta ochilishi tavsiya etildi. Vaqtinchalik cheklovlar ba'zi texnik sabablarga ko'ra bank infratuzilmasi yetarli rivojlanmagan chekka hududlarda yangi tizimga o'tish vaqtincha kechiktirilishi mumkin. Bunday hollarda mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi sizga aniq ma'lumot berishi kerak. 2. Qaltis jihatlar, firibgarlikdan ogoh bo'ling. Soxta xabarlar va qo'ng'iroqlar yangi tizimga o'tish jarayonida firibgarlar faollashishi mumkin. Sizga bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili yoki boshqa tashkilot nomidan qo'ng'iroq qilib, karta raqamingiz, CVV kodingiz, bir martalik SMS kodlar yoki PIN kodingizni so'rashi mumkin. Eslab qoling. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroqlar bo'lsa, darhol aloqani uzing va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Yordam bahonasida ma'lumotlarni o'zlashtirish. Ba'zi shaxslar nafaqaxo'rlarga karta ochishda yoki yangi tizimga o'tishda yordam bahonasida ularning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritishga urinishi mumkin. Hech qachon shaxsiy hujjatlaringizni, pasport, karta, notanish shaxslarga bermang.
va ularga bank kartangizni boshqarish imkoniyatini taqdim etmang. Bu masalalarni faqat ishonchli bank xodimlari yoki pensiya jamg'armasi vakillari bilan shaxsan o'zingiz bankda bo'lgan holda hal qiling. Soxta saytlar va ilovalar. Firibgarlar soxta veb saytlar yoki mobil ilovalar yaratib, sizning ma'lumotlaringizni o'g'irlashga urinishi mumkin. Faqat rasmiy bank ilovalari va veb saytlardan foydalaning. Noaniq nüanslar. Pensiyani qayta hisoblash. Yangi tizimga o'tish bilan birga ba'zi nafaqaxo'rlar uchun pensiyani qayta hisoblash imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa avvalroq rasmiylashtirilmagan mehnat staji yoki o'zgarib ketgan ish haqi ma'lumotlari mavjud bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasi bo'limlaridan batafsil ma'lumot olish kerak. Ba'zida kompyuterlashtirish jarayonida oldingi ma'lumotlardagi xatolar aniqlanib, nafaqaning o'shishiga yoki pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli hisob varaqlar holatini kuzatib borish juda muhim. Meros qoldirish masalasi. Nafaqaxo'r vafot etgan taqdirda uning bank kartasida qolgan pul mablag'larini meros qilib olish tartibi qonun doirasida amalga oshiriladi. Bu jarayon avvalgidan farq qilishi mumkin emas, lekin merosxo'rlar bank bilan bog'lanib, barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishlari kerak. Kartaning amal qilish muddati. Bank kartalarining o'z amal qilish muddati bo'ladi. Kartangizning muddati tugashidan oldin uni yangilash uchun bankka murojaat qiling. Aks holda nafaqa to'lovlari to'xtab qolishi mumkin. Mobil ilovalar va internet bankingdan foydalanish ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz uchun mobil telefon va internetdan foydalanish biroz murakkab tuyulishi mumkin. Ammo zamonaviy bank ilovalari juda sodda va tushunarli interfeysga ega. Yaqinlaringizdan yoki bank xodimlaridan bu borada yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga kartadan to'g'ri foydalanishni, hisob varag'ingizni tekshirishni va hatto ba'zi to'lovlarni amalga oshirishni o'rgatishlari mumkin. Bu sizga juda ko'p vaqt va kuchni tejashga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu bosqichma-bosqich ko'rsatmalar sizga nafaqa olish tartibidagi yangiliklarga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradi. 1. Vaziyatingizni aniqlang. Birinchi qadam hozirda nafaqani qanday usulda olayotganingizni aniqlash. Agar pochta orqali yoki bank kassasidan naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, sizga zudlik bilan harakat qilish kerak. Agar kartaga olayotgan bo'lsangiz, u Humo yoki yangi UzJadmi, mobil bankingga ulanganmi tekshiring. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar siz hali ham naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, qayerga borish kerak? Eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga mahallangizdagi yoki tumaningizdagi shaxsan murojaat qiling. Nima uchun? U yerda sizga nafaqa to'lovini bank kartasiga o'tkazish tartibini tushuntirib berishadi. Nimalarni so'rash kerak? Qaysi banklar bilan hamkorlik borligini, qaysi bank kartasini tanlash afzalroq ekanligini, karta ochish uchun qaysi hujjatlar kerakligini so'rang. Ular sizga tanlash uchun banklar ro'yxatini berishi kerak. Bank kartasini ochish qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi tavsiya etgan banklardan birining eng yaqin filialiga boring. Masalan, Xalq banki, Agrobank, Ipoteka banki yoki boshqa sizga qulay bo'lgan tijorat banki. Nimalarni olib borish kerak? Pasportingizni, asli va nusxasi, stir raqamingizni agar bor bo'lsa va ba'zida pensiya jamg'armasidan berilgan ma'lumotnomani olib borishingiz talab qilinishi mumkin. Qanday karta tanlash kerak? Humo yoki yangi avlod UzGad kartalaridan birini tanlash afzal. Bu kartalar mobil ilovalar orqali hisobingizni boshqarish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish kabi qo'shimcha qulayliklarni taqdim etadi. Bank xodimidan mobil ilovani telefoningizga o'rnatib berishni va undan qanday foydalanishni o'rgatishni so'rang. Nimalarni yozish kerak? Bankda siz ariza to'ldirasiz. Unda shaxsiy ma'lumotlaringiz, nafaqa puli o'tkazilishi kerak bo'lgan karta hisob varag'i raqami ko'rsatiladi. Bu arizani diqqat bilan o'qib chiqing va barcha ma'lumotlarning to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. 4. Bank kartasi ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etish. Bank kartangizni olganingizdan so'ng karta hisob varag'ingizning rekvizitlarini plastik kartaning o'zidagi raqam emas, balki hisob varaq raqami, INN, MFO, hisob raqami pensiya jamg'armasi bo'limiga taqdim etishingiz kerak. Odatda bank xodimlari sizga bu ma'lumotlarni qog'ozda chop etib berishadi. Ushbu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etganingizdan so'ng ular sizning nafaqangizni yangi karta hisob varag'ingizga o'tkazishni rasmiylashtiradilar. 5. Mobil ilova va xavfsizlik. Mobil ilovadan foydalanishni o'rganing. Uni bir marta o'zlashtirib olsangiz,
Har safar bankka borishga yoki navbatda turishga hojat qolmaydi. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Kartangizning pin kodini hech kimga aytmang. Uni qog'ozga yozib qo'ymang. Bankomatda pin kod tarayotganda boshqalar ko'rmasligiga ishonch hosil qiling. Agar kartangiz yo'qolsa yoki o'g'irlansa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib uni bloklab qo'ying. Bankning ishonch telefon raqamini doim yoningizda saqlang. 6. Doimiy aloqa. Pensiya jamg'armasi va sizning bank filialingizning ishonch telefon raqamlarini saqlab qo'ying. Har qanday savol yoki muammo tug'ilganda bevosita ularga murojaat qiling. Ayrim holatlarda, masalan, yashash manzili o'zgarganda yoki familiyangiz o'zgarganda, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Misol tariqasida toshkentlik yetim yoshli Gulnora opa nafaqasini har oy pochta orqali olardi. U yangilikni eshitib, qizining yordamida Yashnobod tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga bordi. U yerda unga Humo kartasini ochish tavsiya etildi. Chunki u savdo nuqtalarida to'lov qilish uchun ham qulay edi. Keyin ular Xalq bankiga borishdi. Gulnora opa pasporti bilan ariza to'ldirdi va bir necha kunda Humo kartasini oldi. Bank xodimi uning telefoniga mobil ilova o'rnatib berdi va qanday foydalanishni tushuntirdi. Kartasining rekvizitlarini olib, Gulnora opa pensiya jamg'armasiga qayta bordi va ma'lumotlarni taqdim etdi. Endi uning nafaqasi bevosita kartasiga tushadi va u kommunal to'lovlarni ham uydan chiqmasdan to'lay oladi. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrdon nafaqaxo'rlarimiz. Bugungi murojaatimning asosiy maqsadi sizni yangi o'zgarishlardan xabardor qilish va ularga tayyor bo'lishga chaqirish edi. Nafaqalaringizni bank kartalariga o'tkazish davlatimizning ijtimoiy siyosatidagi muhim qadam bo'lib, u sizning qulayligingiz, xavfsizligingiz va pul mablag'laridan erkin foydalanishingizni ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayon dastlab biroz murakkab tuyulishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan uning qulayliklariga o'rganib qolasiz. Unutmang, eng muhimi rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanish va firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik. Agar savollaringiz bo'lsa, hech ikkilanmasdan pensiya jamg'armasi bo'limlariga yoki o'zingiz xizmat ko'rsatadigan bank filiallariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga har tomonlama yordam berishga tayyor. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Siz nafaqani qanday usulda olasiz? Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelgusida siz uchun muhim bo'lgan dolzarb ma'lumotlarni yetkazib berishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. E'tiboringiz uchun rahmat.